Bugun boshqachasi, nimaga aynan shu mashina tanlov qilingan, tanlov oldida 300 ga turgandi. Bu narsani bugun sizlar bilan Sardor akamdan bila olamiz. Assalomu alaykum. Aka, nima uchun bu tanlangan 300 ga turgandi? Endi 300 ga haydaganmiz. Ikkinchidan kamyob bo'lgani uchun, rangi ham, obveslari ham Boshqacha bo'lgani uchun, Boshqacha ya'ni bo'lgani yagona bo'lgani uchun tanlov qilingan. Nima uchun ish bo'yicha biza tanlov? So'ramasam bo'lmasdi. Sizlarni tanlashimizga sabab narxidan ko'ra sifati ustunroq. Qolganlarga ham shuni tavsiya qilib qolamiz. Rahmat, baraka toping. Akalar bitta like bosgan bo'lsanglar, mashinani ko'ramiz. Bosdinglarmi akalar? Bitta ko'rib sizlar ham maza qilinglar. Tanlangani bekor emas, ko'rib turganingizdek, u o'z oilasida yagona. Rangi bo'yicha ham va aynan Nismo obveslar bilan 2017-yil ishlab chiqarilgan Nissan Patrol mashinamiz. 5.6 litrli kattagina yurak bilan jihozlangan. Birinchi bo'lib asosiy qilib bergan ishimiz okamni yo'llari ko'p, ya'ni safarlarga juda ham ko'p boradi. Kuzovni maksimal darajada himoyalash kerak bo'ladi. 190 mikrolli, o'zini o'zi juda ham tez vasстановить qiladigan, blesk effekti ideal bo'lgan va kafolatini o'zi 5 yil bo'lgan. Broneplyonka bilan to'laqonli kuzovimiz qoplangan. Undan tashqari endi bunaqa katta yurakga yaxshi yoqilg'i yetkazish qiyin. 108 oktanga teng bo'lgan 89 litrli propanni eng fulli uстановка qilingan va mashina maza qilib harakatlanadi. Akalar, sizlar ham sifatda yuqori darajaga qo'yadigan bo'lsanglar, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Mashinamizni yoqqan, videomizni yoqqan bo'lsa, like bilan repost qilish esdan chiqmasin.